Assalom aylab navo, do'stlarim sog'in sama. Yangrıсын bulbul kabi, gül ara, gülbağ ara. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi adabiyot san'at bo'limi bilan Şinjan uchur egilik cheklik mas'uliyat shirkati, Şinjan liniyasi to'r bekiti birlikda hamkorlashib, huzuringizga taqdim etgan Navo programmasi. Men Qaysar Habibullah. Men Mahira Abdug'ani. Rahmat. Sayrishar gulbog' ara xandon urib ming yangzi qush. Ne gerek her canavarning o'z navosi bo'lmasa. Bu she'rni hozir nahmaydan to'qidingizmi ya? Yo'q, men xatni anglab olgan, anglab o'rganib olgan. Lekin mushunday so'rlarni ko'rsam she'r to'qim keldi qarang. Unda xo'sh hozirli birini to'qib baqmamsiz? Hozirlimi? Ha. Hozir taskib qilammikin Mayra meningcha. Meningcha bu so'ringiz she'rni to'qimay. Bir savol esim kelib qoldi. Shuni so'raymi? Kimdan? Sizdan? Mendinmi? Ha. Ma'qul. Javob. Navo degan so'zni qanday tushunasiz? Navo degan naqshi aytmoq, kuylamak degan ma'noda. To'g'ri, degandek to'liq emas. Anglang, ha? Navo so'zini Uyg'ur tili izoh lug'atida mundaq sharhlagan. Ya'ni kuy tusini olgan shodliq, mung ifodalangan ovoz. Uni yana tiqi ullimak, sayrimoq, naqshi aytmoq degandek ma'nolari bor. Bu tiqi Uyg'ur 12 muqomimizning 10-sining nomidan tiqi. Mundaq desiz to'liq bo'ladi ekan-a? Albatta. Rahmat Qaysar. Naytim yaxshi to'liq tushunib berdingiz. Lekin men shundan hayron qoldim. Bu savolni deb ilgirki sonlarni so'ramay, bugungi sonni so'rab qoldingiz-ku. Chunki bu sonimizda navo aylaydigan ishlar ko'pda. Shunda Qaysar, bizning bu qitimqi navo programmamiz shunda xosiyatli kunlarga to'g'ri kelib, haqiqiy o'z ma'nosini topdi. Nayt to'g'ri aytdingiz. Islohot taraqqiyotning oshqushlik mezgilida sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishini umumyuzlik ilgari surish strategik o'rlashtirilgan. Bizni g'albidan g'albiga elib boradigan partiyaning 17-qurultiyi ichilish oldi turibdi. Uning ustiga biz texi yaqindala ulug' vatanimiz qurilganligining qutlug' 58 yilligini xotirladik. To'g'ri, u yana texi butkul dunyo musulmonlarining an'anaviy bayramimiz ro'za hep bu sig'isiga kelib qoldik. Shundaq. Navo aylaydigan ishlar ko'pmikan Mahira? Haqiqatan bak ko'pkan. Unda bo'lsa navoyimiz yangrasinmi? Bo'ladi. Navoyimiz yangrasin. Ketti vay vay yanay vay bir bulaç birbirlen mestan yare Hatırımda can kılgın bidenay oynayman senin bilene Hatırımda can kılgın bidet yare oynayman senin bilene Nakşidu vay vay yanay vay Yarın bağda baktek mestan yare Yarın seni maktayda beden yaray Alemdek şey yok degen Yarın seni maktayda beden yaray Alemdek şey yok degen Her kişiye dost bulursan sen onun halını bak Silvan yedi barana Nasıl olsun sana dostlar düştü
Dersi